Mana ko'paytira olamiz. 3x deydi. Mayli. Reklamada. Bo'ldi, reklama tugadi. Mayli, endi oddiy zonaga qaytamiz. Hozir men Wi-Fi'ni o'chirib olay. Yedi. Mana bu mashinani yutib oldimmi? Yillanatdi. Mayli, hozir barchasini yo'q qilish. Bosamiz, mana bu kiramiz va Extreme Care'imga kiraman. Mana. Tutki o'yin tavsiya beraman. Shu mashinalarim kam 10 tami, 11 tami shunaqa. Mana shu mashinam bor. Hammadayam bor bo'lsa kerak. Mana mashinalarim. Buni olmaganman. BMW 1000-zamoniki men buni. Ishqilib mana Audi, Chevrolet, Nissan hali mana bularni olganim yo'q. Mana buni olish niyatim bor, lekin mana buni nega buni olish niyati yo'q bo'lsa? Chunki bu bu chunki Vipasda valla olib bo'lmaydi. Qaranglar, mana Double Your XP berar ekan. Free VIP cars 3 ta tekinga mashina beradi. Daily necha bu? Millionmi gold. Ishqilib 1000 necha million oltin beradi. Daily 100 diamonds. 100 ta olmos berar ekan. Yaxshi. Olamayman-de. To'xtanglar. No ads. Reklamalarsiz. Bo'l. Reklama chiqarmaydi ekan. Nima bo'lsa. Ishqilib mana bu Vipasli mashina 3 ta hozir. Bu birinchisi Bugatti Divo'mi shunaqa. Ishqilib ikkinchisini hozir ko'rsataman. Bu Audi R-Tron. O'sha Vipas. Keyingi Vipasimiz ya'ni BMW, ya'ni BMW. Shu Vipas bu qaysi versiya ekanligini bilmayman. Bu yerda Cybertrucklar hammasi bor. BMW, Ford. Shunaqalar bor. Bu ikkita Chevrolet bor, mana bittasi. Asl do'stlar, bu shunaqa bo'lib chiqmaydi. Hozir aslini ko'rsataman. Rang shunaqa. Baloni bunaqa. Balonini rangi bunaqa. Mana bu rangi bunaqa. Bu emas. Mana bunaqa. Bunaqa. O'ziniki. Mana buni skinlari ham bor mana. Mana eng qimmati. Ana sizlar hozir ko'rsataman qaysi skinlar borligini. Mana buni skini bor. Cyber'niki bor, mana buniki ham bor. Mana. Bu Audi emas. Mana buniki bor, GTR'niki yo'q.
BMW'niki bor. Ford'niki bor. Koenigsegg GS'niki bor. Shunaqa skini bor. Boshqalarni bilmayman. Bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q. Saver'niki ham bor. Aytganim. Mana bunda ham bor. Botski mashina. Ko'sing, Mazda nima edi ismi? Esdan chiqib ketibdi bu mashina. Yollanat, qanaqa mashina bu? Bundan mashina chiqmaydi-yu. Valla. Rul boshqa yoqda turibdi. Men bo'lmaydigan bu mashina. Qasana haydasa bo'ladi. Ben zamonaviylashtirib o'rganman. GTR ham bunaqa emas. Mana GTR'ning o'zi hammasi o'zinikida o'zini skilllar qilib qo'ygan. Endi shunaqa qilib o'ynasam zo'r bo'ladi deb o'zi. Anchadan beri haydamadim. Lekin buncha kuchli emas. Ko'rsataman. İkisi nasıl beceriyorum ben. O yaşı. Gold verdi. Az bağlı tengeler sonra. Hareket değil. Yani. İyi. Memleket yaptı. Vay vay. Yerler. Hareket değil. Millet maşına non-stop çıkardı. Çok güzel işte. Abdüşi hani bilmemekte Abdüşi misafir çok ozgina qopdi do'stlar, ozgina qopdi qo'liga. Benzini qaranglar qimmatligini 8,000 ish qilib
Buni 20-levelda olamiz. Buni 30-levelda olamiz. Buni 40-levelda olamiz. Ko'rdinglarmi? Ferrari. Qaysi mashina haydasam ekan? Bo'ldi. Nissan bo'ldi. Nissan. Yok, 299 değil. Aeroporttayken Allah aeroportta yok. Ucu işe geldi. Normal video çıkaralım. Yıllandı. Bakın üstteki abaradım. Bilmem nerede. Nerede? Yeah baby. Oldu mu? Ayıp. Vallahi. Şu gebini Instagram, şu gebini Unutuşumda. Vallahi. Savaniye kariyelikler Özbekistan'a gelip gidelim. Ben dostlaşıp böyle bu aslında bular dost emas, böyle ayım shunaqa degan. Aslında dost emas, böyle o'zbeklar nima deganlarini ishonib o'tiradi, keyin xitoyliklar kelib koreyaliklar kelib bo'ldi bu yer Koreya deb ketadi. O'lagan ekan, men esa unaqa deb o'ylamayman. Do'st topishdim, yangilikda do'st topishdim. Keldi deb o'ylayman. Aynan do'st dedi, lekin men ishonmay o'tiraverdim. Aslida do'st emas dedim. İşonmay qo'ydim. Chunki biz ular bilan do'stligimiz deb Neyse, ko'shnisini oldida uzi koreyaliklar yashaydi. Yashaydi ko'p. Anlayacağım nechta bo'lganini ham ko'raman. Endi ko'rmoqchi bo'lganda ishlamay qolyapti. O'sha hisobingizga kirishda muammo yuz berdi deb qolaveradi. Mayli. Video tugadi, hay.